paytgacha o'qishda yurib nimalarga erishdingiz aka? Yaxshiroq dardlarimni eslab olay qo'y. Eslang. Birinchi bo'lib dalini o'tirib yomon gapirishgandim. Rollarni quloqiga lag'mon olishgandim. Namozgacha ketmay yaxshiroq turib turing. Ovoz ozmaydi bu. Yozaversin vaqtni. Undan keyin domlalar assalomu alaykum. Keyin shu bilan yuribmiz endi ishlar o'zbekiston kilometrdan keyin. Bir hafta o'zi hal qilmasam ertaga qilaman. Shu paytgacha eng qiynalgan faningiz qaysi? Eng qiynalgan faningiz 3-kursgacha. 3-kursgacha eng qiynalgan faningiz. Birinchi unaqa fizika. Keyin nimasidan o'zidan qiynalganman domlani o'zidan. Domla kim Umrzaq. O'zi dashat qiyin bo'lgan domlani o'zi tushuntirish ham, gapirish ham, yetib berish ham. Bu yoqami kamera? Yo'q ataray. May qarab gapiravering. Endi may qarab gapiravering. Yo'q, yetadi menimcha o'sha Umrzaq. Yo'q, matematika o'zi domla bo'lib ketgan. Eng kayf qilgan darsing qaysi bo'lgan? Eng kayf qilgan darsing? Bilmiyorum dersini. Bilmiyorum dersi. Biratam. Jonim.